Assalomu alaykum. Shavot avtokanal obunachilar do'stlar, sizlar bugun legendarniy bo'lgan Nexia 2 reklama qilamiz. Srochniy sotiladi do'stlar egalardan. Nexia 2miz prямо egadan gap turibdi. Holati chotki holatda turibdi. Oq svet, kraskasi родной, bir damchi kraskasi yo'q. Zangi ishlanmagan, zang ham chiqmagan. Holati chotki holatda, yurgan probegi 100 ming kilometr turibdi. Narxi do'stlar 65 million so'm ustida kelishib beramiz. Sonus myuzik metan gazlari bilan. Tayyor avtomobil do'stlar olasizlar, faqat haydisizlar. Holati chotki holatda turibdi. Bir qator hozir ximsicha qilib, ichina bulashmasin deb paketlarni giyizib qo'ydik yana. Salon holatlarini e'tibor beramiz do'stlar. Chotki holatda turibdi. Yana 1 gram aybi yo'q. Mashinamizda metan gaz ham bor. Bemalol metan solib haydaverasizlar. Obshipkalar ham zo'r, kirchilib, chizilib qolmagan. Chotki holatda turibdi yana. Mashinamizda mejigar pultlar ham o'rnatilgan, metan gazlari bor. Chotki holatda turibdi. Mashinada ko'ngilni xira qiladigan, mayda chiziq degan, petnorextovka degan narsalar ham yo'q. Kraskalar ham 100% toza. Mazi kichkina krelosini teyinda ozgina ko'rinmaydigan joylarida ozgina mana shuning ko'rinmaydigan joylarida zang chiqqan, mayda zanglari bor, atak bilinmaydi. Sonus motor, hozir Sonus kapot qismini ham ochib ko'rsataman. Holati chotki holatda turibdi. Bunday yaxshi sosteniyada hozir Nexialarni topish ham qiyin bo'lib ketdi. Asosiy Nexia'ni ko'radigan bo'lsangiz, ikki taraf lonjironni ko'rsangiz, o'zi mashina sosteniyasi kelib chiqadi do'stlar. Holati chotki holatda, motorlari ochilmagan. 1 gram aybi yo'q. Holati вообще zo'r holatda turibdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa do'stlar, ekranning pastida nomer qoldiraman, bemalol telefonlashib olsangiz bo'ladi. Sonus izlab bilganlar uchun shu videoga like bosib, videoni Nexia 2 zabiga obunachilarga tashlab qo'yamiz do'stlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib ketasizlar.